Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda har xil ishlarni sizlarga bir obunachilar uchun ko'rsatmoqchi bo'lib niyat qilib bugungi ekan. Xudo xolasa mana bugun sizlarga bir 15 xildagi har xil divanlarimizni, uголокlarimiz, divan kreslo va shoxonalar. Bugungi birinchi prosta boshlashim, yaxshi shoxonadan boshlashim, ish sifatligidan. İşimiz sifatli bo'lsin, Xudo xolasa, chunki odamlarimiz bebaho-yu, biz obunachilar bebaho insonlar. Ashunga bugungi obzorimizda shoxona 4,5 ga 2,5 lik ishimiz va stollari shoxona usulda ishlangan stollari, 4 dona tumbasi bor. Ish sifatiga bir e'tibor berasiz. Orqalari ham o'zini materiallarida yopilgan va materiallari turetskiy material. Shoxona usulda ishlangan, o'zimizni xudo xolasa qo'l mehnatlari chiroyli holatda ishlab chiqarilgan. 4 ta tumbasi bor. Stol ham 80 ga 1,75 lik stolimizdan ikkita tushadi buni o'ziga. Ikkita bo'lib tushadi, bitta tushmaydi. Chunki hozir kommentda ham yozishinglar mumkin. Kommentariyaga stoli nimaga ikkita degan savollar bo'lishi mumkin. Chunki bu stolimiz mana shunaqa holatga yaraydi. Chunki buni bitta katta qilib yaratadigan bo'lsak, bunda mort bo'lib qoladi. Biz mana shuna holatida puxta chiqish uchun ikkitalik qilib qo'ydik shularni va oqi ham bor. Aboyizga moslangan oqlaridan ham qilib qo'yganmiz. Buniki ham xuddi shu usulda ishlangan. Endi sifatiga keladigan bo'lsak, sifati shu bilan bir xil, materiallari ham bir xil, prosta rasvetkasida farq bor. Stollari ham shu bir xil svet nimada. Buni o'ziga qilingan, tillani suvi yuritilgan, bunisiga tilla suvi yuritilgan, bunisiga sal ochroq tilla svet yuritilgan. Shunaqa ekanda endi hayot shunaqa ekan. Jichcha ranglar bilan e'tibor qilib, xudo xolasa insonlar shunaqa bo'lib yashaymiz ekan. Shoxonalarimizni ko'ringlar. Bu shoxonamizning narxiga kelganda bitta like bosib qo'ying qadrdon. Bunimizni 13,5 million so'mdan deyapmiz. Qayerga borishligini aytsangiz, aloqaga chiqsangiz, unga qarab turib, xudo xolasa kelishuv asosida uni ham yetkazib qo'linglarga berishga harakat qilamiz, o'rtoq qadrdonlar. Shu bilan mana keyingi fasonlarimiz spannilik, so'raganlarimizga spannilik bo'ladigan fasonlarimiz. Ochilishlari ham o'ta chiroyli va sifatlik va bu yerda sondiqchalari ham bor. Sondiqchalari bor va 7 dona bo'lishchalari bor. Ish o'ta go'zal, materiallari ham o'ta mo'yshiy materiallar bo'lgan. Bu korishnemiyimizni bitta sveti bor, oq svetida ham bor. Bokovoylariga e'tibor berasiz. Bokovoylari ham o'ta go'zal holatda mehrda ishlangan. Bu ham xuddi shu usulda. Bunda ham nimasi bor, sondiqchasi va spanni bo'ladigan holati. Mana shunday qilib ishlatila oladigan narsa. Buni oq svetidan, imенно shunimizni oqidan. Keyingi obzorimizda yong'oqlik li 10 degani. Li 10 deganimiz sifati yog'ochlari pommi yong'oqdan, ichlari sasnadan, materiali Eron material. Materiallariga ham bir e'tibor beraverasiz, ish sifatlariga e'tibor berasiz. Ish sifati ham o'ta go'zal va spinkalari. Buni suriladigan spinkalari yana ham 20 sm kattayadi. Sideniyani ichi 20 sm kattayadi, kengayadi. Va yonboshlab yotgani udobnik holat bo'ladi. Oshiqcha maqtashni keragi yo'q, bilasiz-ku, qadrdon. Endi biz borini aytib deb sotadigan odamlarmiz. Biz o'zimizdan chiqadigan narsa bu. Endi siz bu yog'iga like deb bosib, bitta e'tibor berib, kommentda bir fikringizni bildirib qo'yasiz. Narxiga kelib boradigan bo'lsa, narxiga. Buni 13 million so'm deyapmiz. Qaysi viloyatligini bir gaplashamiz, telefonlashamiz. Unga qarab turib, unga ham bitta bonus qilishni harakatini qilamiz. Keyingisi divanimiz bor, Chester fasonda divanimiz. Ko'rib qo'yasiz, mana bokovoylariga e'tibor berib qo'yasiz. Bokovoylari ham o'ta go'zal ishlangan.
arabskiyni fason. Fasoni xuddi shunaqa deyiladi. Bunimiz 320 ga 220 ikkita tumbasi bo'ladi. Stoli endi yaxshi stoldan bo'ladi. Keyingi obzorimizdagi divan kreslo bu ham divan kreslo. Bu ham 5 kishilik. Bitta uylaringizga, ofisingizga, hoji aka, ofisingizga ham yomon yarashib boradi-da, hoji aka, sizda pul ko'p-ku. Bitta qo'yib qo'yasiz-da ofisga, ofisdagi eskirib qolgan bo'lsa. Buni ham bir ko'rib qo'yasiz. Buni ham yonlariga polni tillani suvida yuritilgan, o'zi bokovoyda chekalari va oyoqlari bir e'tibor berib qo'ysangiz dizaynga. Dizaynda ham o'ta chiroyli ishlangan dizayn. Bu ham turetskiy fason. Materiali turetskiy, ichidagi parallollari ham rossiyskiy и sasnada yig'ilgan. Stollari ham o'ziga mos kelgan. Как раз ofisniyda hoji aka, как раз ofisniy narsani o'ylaganmizda biz. Sizga tushish uchun mana shuni o'ylab topdik biz. Keyingisiga yana bitta mana 3,5 ga 2,5 divan uгологimiz bor. Bu ham o'ziga yarasha o'zgacha usulda ishlangan. Bokovoylari ham chiroyli holatda. Bunga ham tillani suvlari yuritilgan, oyoqlardan qadalgan. Shunga qarab kamarlar qo'yilgan o'ziga yarasha dizaynda. Chunki turetskiy fasonda shunaqa narsalari borligi uchun biz ham shuni narsalarini qo'ydik. Chunki biz Andijon ham Turkiyadan emas ekan. Biz Andijonda odamlar, o'zbek odamlarimiz ham o'zimiz nimamiz ekan biz. Ancha-munchasidan kam joyimiz yo'q. Hoji aka, sizni ham kam joyingiz yo'q. Ofisni yangilab qo'ysangiz bo'laveradi. Keyingi nimamizda, fasonimizda shohona, yana bir shohona arzon usulda ishlangan, arzonroq usulda ishlangan va razmeri kichikroq razmerda. Mana birinchi ko'rsatganimizdan nisbatan kichikroq 1 metr. Buni ham bir ko'rsatib qo'yadigan. Materiallari turetskiy. 5 dona bolishi bor. Bokovoylaridan ko'riladi. Stollari ham o'zini ashi qimmat stollaridan, yaxshi stollaridan. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 230 ga 330 va shuni nimasidan oq svetidan bor, молочный oq tilla tsvetda. Buni ham razmeri bir xil razmerda, sifati va bir xilda. Endi bularni narxiga keladigan bo'lsak, bitta like bosing, qadrdon. Va narxlari ham arzon. Oldingiga qaragandagi nisbatan bugungi narxda bu narsalarimiz 9 milliondan belgilandi. Bunisi ham endi yana bir xil usuli bor. Jicha buni rasxoti ham bo'layroq, turishida ham o'zimdek ko'rsangiz, xudo xolasa, buni farqiga ham o'zingiz borasiz-ku, axir to'g'rimi jigar? Endi mana bunisi 12 million so'm. 12 million so'm. Razmeri shu bilan bir xilda. Prosta buni qoshlarida, gullarida jicha farqlari bor. Qoshi, gulida farqi bor. Sifatida pashti bir xil inshaalloh. Qoshida, gulida va materialida jicha farqlari bor. Divan kreslosi bor buni. Divan kreslosi ham o'ta go'zal jigar, o'ta. Qoshlarini ham ko'ring, haqiqiy arabskiy mebellardan bo'lgan. Bunimiz ham narxi shu bilan 12 million so'm, bir xil. Bunda tumbasi bo'lmaydi xolos va divan kreslo holati buni. Endi yana bir narsa, sizga ikki narsani narxini aytib o'tmadim. Mana shu bunimizni narxi 6,5 millionlik. Banonimizni narxi 6 million 300 ming so'm. Yonimizni narxini aytmadik. 9,5 million so'm divan kreslorimizni narxi. Shuni aytmay o'tganim uchun adashib ketyapman ham qo'yaring, qadrdon. Adashib ham ketyapman, ishni ko'pligidan adashib ham ketasan ekan kishi, aka. Endi keyingi nimamizda stollarda har xili bor, hoji aka, stollarda har xili bor. Ko'ngilingizga yoqqanini tanlab olaverasiz o'zingiz. Korичневиy bor, oqi bor, kalyondan mana tilla svetdagi, buni ham oqi bor. Bu ham seriy. Buni ham ust seriyadan va monovi ama yong'oqda ishlangan, yong'oq suvda
Mana nimasi guli pomni yong'oq holati. Oyoqlari sasnadan. Ko'rasiz, sizni ko'ngilingizga yoqqani. Hoji aka, sizni ko'ngilingizga yoqqani. Li 9'imizni, Li 9'imizni o'ni anavi birinchi obzordagi ko'rsatib o'tkazdim-ku, shuni oq молочныйsi. Bu ham polniy yong'oq, chekalari yong'oq, hamma yo'g'i. Stollari o'zi bojicha boshqacharoqdan, imadaga g'aladondan. Hoji aka, o'tirib, ofisda o'tirib, hisob-kitob qilib, pullar kelsa pullarni tars solib qo'yib, bu yerga so'mgacha nima bo'lib qoladi-yu, siz hoji aka dollar sanaysiz, shunga dollarga удобный qilib qo'yganman. Inegiga bunday qilib qo'ysangiz vakuumlida nimalari ham hoji aka, o'ta go'zal, siz xohlagan usulda ishlangan fasonlarimiz. Hoji aka, narxiga kelsak, narxini bunimizni materialimiz eronmasligi uchun bunimizni 12 million so'm deb narxini belgiladik. Yana bir narsa, men sizga 6 million 300 ming deganim bor-ku, hoji aka. Ashuna arzon usuli, mana shu 5 million 200 ming so'm. Mana shu stollari bilan shu turishini endi ish bilan ancha-muncha nimasi bo'ladi-da, rasxotida farq bo'ladi. Shuni hisobiga uni ham ko'rinishi bir xil, uni ham ko'rinishi bir xil. O'tirishingizda, sideniyalarida, udobstvolarida, ashularida jicha farq qiladi, bokovoylarida jinday farq qiladi, materialida jicha farq qiladi. Shuni hisobiga aytib qo'yaray. Men gapni ochig'ini aytsam bo'laveradi-yu, to'g'rimi hoji aka? Chunki siz ham oladigan odamsiz-da. Olmaydigan odam bo'lsangiz ekan, men sizga aynan qilib gaplarni bo'lajik, jinni ketdi, tog'dan tutdan qilib gapirsam bo'ladi. Lekin bu tog'dan tutdagi gaplar emas. Bular hoji aka, mashinamizni 5 million 200 mingga qilib beramiz. Xuddi shu sizga boshida ko'rsatgan usulimdagi 2,5 ga 3,5dagi ishlarimiz, chesterimiz va yana bittamiz bor, 4,5 metrli mana. 4,5 metrga 230. 230 uyingizni svetiga tushadigandan, qilganmiz. Bunimizda 3 ta pufigi bo'ladi, stoli 75 ga 80 bo'ladi stolimiz va 5 talik ishlarimiz. Oyoqlariga, bokovoylariga bir e'tibor berib qo'yaverasiz. Keyingi ishlarimizdagi ko'rsatib qo'yamiz. Bokovoylariga e'tibor berib qo'yamiz. O'ta go'zalidan Prado 200 ga degan akalar mana shu. Prado 200 ga sveti ham необычный svetdan bo'ladi. Ishlarimizni bir e'tiborini ko'rsatib qo'yamiz. Oyoqlari yong'oqdan. Ishimizni spinkalari, xononlarimiz kengayadi mana. Polni hammasi kengayib chiqadigan narsa. Uyni ichiga go'zal tushaveradi. Xudo buyurib nasib qilsa, xo'jayamga-da bu, xo'jayamlar ko'rsa bir mazza qilib, ko'zi quvnaydi. Siz o'tirib duo qiladi hoji aka bunda. To'g'risi ham-da. Endi ko'ring, xo'jayamniki ham eskib qolgan bo'lsa, qo'yib bering shundan. Stollarini ko'ring. Stollari ham aynaylik. MDF mebelda, haqiqatdan mebelda необычныйsi. Bokovoylariga e'tibor beramiz. Bokovoylari ham o'ta sifatli darajada ishlangan. Mana gul taxtalariga ham e'tibor bering. Mashinalari ham yong'oqdan bo'ladi. Gul taxtalariga davr e'tibor bering. Oyog'ini holatlariga e'tibor bering. Sifat chaklariga e'tibor bering. Tikilish chevaramizni chaklariga. Chevarimiz ham xudo xolasa professional usulda tikilgan chevarlarimiz. Xudo xolasa ichida polniy sasnali sidenialari keng va qulay. Hoji aka, uyingizga mos tushadi. Oshiqcha maqtaydigan emas, nima ham deb maqtaymiz, biz borini aytadigan odamlar. Sizga oshiqcha maqtaydigan emas. Ish sifatiga o'zingiz bilasiz-ku. Pulni nimaga sanayotganingizni o'zingiz yaxshi bilib borasiz. Hoji aka, bunimizni narxi bitta laykdan kelgan ayting. Bitta layk bosing, bitta tik qizartirib qo'ying. Shundan keyin ayting, bunimiz 10 million deyapmiz. Xudo xolasa go'zal narsa. Bir piyola choy ustida deganda, mana bir piyola choy ustida xudo xolasa o'tirib, eshigingizga borib o'tirganda gaplashamiz qolganini ham. Xudo xolasa keyingi nimamizda, keyingi fasonlarimizda mana kuxunnilarimiz ham bor-da. Buning ichida kuxunnilarimiz bor. 6 ta o'tiradigani, bitta katta stolchasi. Kuxnyangizga zo'r o'tiradi, hoji aka.
Chunki sizda kuxnyangizni nimalari ham, abo'ylari ham shunga tortsa kerak. Bu ikki xil nimasida, rasvetkasida, bir xil bu svetkasida bor. Fasoni ham dicha boshqacharoq. Bunimizni stollarini fasoni boshqacharoq. Narxiga keladigan bo'lsak, 4.600.000 so'm deb belgiladik narxlarini. Materiallari Turetskiydan. O'tirib sifat qulayliklarini bir ko'rib qo'yasiz. Ancha-muncha magazinda bunaqa narxlarda yo'q. Oshiqcha maqtashni ham keragi yo'q. Hoji aka, va yana bitta usulimizdagi ishimiz qoldi. Shuni oxirgisida, xudo xolasa, bu obzorimiz bugungiga yakunlaymiz shekilli. Like bosmayapsiz, shunga ham bir qator binasi degani yana bo'lmayapmiz. Endi ko'rasiz, настроенияsi zo'r ko'tarsa like bosasiz, mana shunday qilib. Mana obzorda endi bitta ko'rib qo'ying. Bunisi kreslolarimiz bor, ikkita pufigi bor, o'zi 220 ga 320 stoliga. O'ylanmanglar, bu stoli nimaga bunanda qilgan deb. Bu chunki u yoqqa ketadigan bo'lsa, viloyatga ketadigan bo'lsa, xuddi shunday qilib skochlaymizda, beton upakovka qilamiz. Shunga tayyorlangan narsa. Bu stollari ham o'ta go'zal narsa. Prosta bu narsalari yo'lga chiqadiganligi sababli shunga skochlab qo'yganmiz shuni. Chunki chiroyli borish kerak uyga, xonadonga. Hoji aka uyingizga boryapti-da, shuning uchun buni chiroyli akkuratnik qilib qo'yganmiz. Ko'rsatib qo'yamiz. Bokovoylari ham o'ta go'zal holatda. Sifatlari, chaklari, o'tirib qulayliklari, chaklariga e'tibor berasiz. Mana kreslosiga e'tibor berasiz. Kreslosi ham o'ta go'zal holatda. Bunimizning narxi 5,5 million so'm deb belgiladik. Aka, hoji aka, bitta like bosing. Sizda pul ko'p-ku. To'g'rimi? Sizda pul ko'p-ku. Uydagi eskini olib chiqib qo'yib, yangini qo'yib qo'yamiz. O'rniga xudo xolasa. Va qolganini telefon orqali suhbatga chiqamiz. Xayr va rahmat sizlar vaqtinglarni shunchalik ajratib biz obzorlarni ko'rganinglar uchun. Mayli.